Pokiston axborot va kommunikatsiyalar vaziri: hozirgacha eronliklar bizga kelishlarini bildirishmagan. Moskva hamda Moskva viloyatidagi va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik tajribaga ega ishonchli hujjat xizmatlarini tavsiya qilamiz. Ro'yxatdan o'tkazish va uni uzaytirish, turli xil ma'lumotnomalar, bazalar bo'yicha tekshiruv xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamayotgani sababli ro'yxatdan o'ta olmaganlar ushbu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Hozirning o'zida ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo va WhatsApp orqali yozing. Germaniya Isroilga harbiy eksportni 167 million hajmda ma'qulladi. 2025-yil oxirida cheklovlar bekor qilinganidan so'ng Germaniya hukumati rasmiy ma'lumotlarga ko'ra taxminan 167 million yevro qiymatdagi eksport litsenziyalarini bergan. Hizbulloh yetakchisi Isroilga qilingan hujumlar uchun boshi bilan javob berdi. Katz. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz bunday bayonot bilan Gersel tog'ida halok bo'lgan askarlarni xotirlash yillik marosimida chiqish qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu va men Livandagi askarlarimizni har qanday tahdiddan himoya qilish uchun hatto o't ochishni to'xtatish vaqtida ham sahalga to'liq kuch bilan harakat qilishni buyurdik. Shimol aholisi oldidagi burchimiz aniq va ravshan: xavfsizlikni ta'minlash, dedi Isroil Katz. U Livandagi Litani daryosidan shimoldagi tahdidlarga qarshi ham harakat qilishga va'da berdi. Trump Eronga qarshi urush qayta boshlanishini bashorat qildi. Jurnalist: siz bugun yoki ertaga kelishuv imzolanishi bo'yicha hech bo'lmaganda biror mujda kerakligini, aks holda Eronni bombardimon qilishni qayta boshlashingizni aytishmoqchimi, deya savol berdi. Donald Trump esa: men bombardimonlarni qayta boshlashni kutayapman, chunki bunday kayfiyat bilan muzokaralarga kirish yaxshiroq deb hisoblayman. Lekin biz tayyormiz. Demoqchimanki, armiya jangga oshiqmoqda. Ular shunchaki aql bovar qilmas darajada tayyor, dedi Donald Trump. Netanyahu: har bir avlod ular bizni yo'q qilish uchun bizga qarshi bosh ko'tarishadi va bu avlodda ham shunday. Erondagi rejim yana bir holokostni rejalashtirgan edi. Ular bizni yadroviy bombalar va minglab ballistik raketalar yordamida yo'q qilishni maqsad qilgan edilar, dedi Netanyahu. Trump Eron bilan sulhni uzaytirishni xohlamasligini ma'lum qildi. AQSh prezidentining boshqa bayonotlari: o'ylashimcha, yakunda biz Eron bilan ajoyib bitim tuzamiz. Agar tinchlik kelishuvi bo'lmasa, AQSh harbiy harakatlarni qayta boshlashga tayyor. Biz Eronni bombardimon qilishimiz mumkin, chunki muzokaralarga kuchli pozitsiya bilan kirishish yaxshiroq. Biz to'liq qurollanganmiz. Hozirda o't ochishni to'xtatish sulhidan oldingi holatimizga qaraganda ancha qudratlimiz. Biz Hormuz bo'g'ozini to'liq nazorat qilyapmiz. Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarimiz NATOdagilardan ancha yaxshi. Kecha biz shubhali yuk ortilgan kemani qo'lga oldik. Balki u Xitoydandir. Aniq bilmayman, lekin hayronman. Men Si Jinping bilan kelishuvimiz bor deb hisoblagandim, dedi AQSh prezidenti Donald Trump.